Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani gaplashaman. Voyinkomat xodimlari yoki harbiy hisob bilan shug'ullanuvchi organ vakillari to'g'ridan-to'g'ri uyga kelishi mumkinmi? Ayniqsa pensionerlar, yoshi katta fuqarolar. Sobiq harbiylar, zaxiradagilar va ularning oila a'zolari nimalarga tayyor turish kerak? Bu mavzu hozir ko'pchilikni xavotirga solyapti. Chunki odamlar eshik taqillasa nima qilaman? Hujjat so'rasa beramanmi? Imzo qo'yishim kerakmi? Darrov o'lib ketishadimi? degan savollar bilan yashayapti. Men bugun shu masalani oddiy tilda, qonuniy va amaliy tomondan tushuntirib beraman. Ma'lumot juda muhim, chunki bu faqat bir odamga emas, har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar va tushuntirishlar vaqtida eshitilsa, odam o'zini ham, oilasini ham himoya qila oladi. Avvallari ko'pchilik voyinkomat deganda faqat chaqiruv yoshidagi yigitlar bilan bog'liq idorani tasavvur qilardi. Masalan, o'rindagi yoshga to'lgan yigitga chaqiruv qog'ozi keladi. U tibbiy ko'rikdan o'tadi, hujjat topshiradi. Keyin harbiy xizmatga yaroqliligi aniqlanadi. Ko'pchilikning tushunchasi shunday edi. Menga tegishli emas, men pensionerman, yoshim o'tgan, meni hech kim chaqirmaydi. Ammo amalda harbiy hisob faqat yosh yigitlar bilan cheklanib qolmaydi. Zaxiradagi fuqarolar, sobiq harbiy xizmatchilar, harbiy biletga ega bo'lganlar, ayrim mutaxassislik egalari. Hatto yoshi katta bo'lsa ham hujjatlari harbiy hisobda turgan odamlar bo'yicha ma'lumotlar doim yangilanib turishi mumkin. Hozir nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shundaki, davlat idoralari ma'lumotlarni ko'proq tekshiryapti. Ro'yxatlar yangilanyapti, yashash manzillari solishtirilyapti, pensionerlarning hujjatlari, sobiq ish joylari, harbiy bilet ma'lumotlari, ro'yxatdan o'tgan manzillari aniqlashtirilmoqda. Shu sababli ayrim hollarda voyinkomat yoki unga aloqador vakillar fuqaroning uyiga borib, hujjatlarni aniqlashtirishi, chaqiruv qog'ozini topshirishi, ma'lumot so'rashi yoki kelib ketganini qayd etishi mumkin. Bu har doim ham darhol olib ketishadi degani emas. Lekin bu holatga beparvo qarash ham xato. Chunki noto'g'ri imzo, tushunmasdan berilgan bayonot, yo'qolgan hujjat yoki eski manzil masalasi keyinchalik muammo keltirib chiqarishi mumkin. Men bir narsani aniq aytaman, eshikni taqillatgan har bir odamga ishonib bo'lmaydi. Avvalo kim kelgani, qaysi idoradan kelgani, nima asosda kelgani, qanday hujjati borligi aniqlanishi kerak. Chunki real hayotda firibgarlar ham bo'ladi. Ular voyinkomatdan keldik, hujjat tekshiramiz, jarima bor. Pul to'lasangiz masala yopiladi deb odamlarni qo'rqitishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar bunday bosimga tezroq ishonib qolishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizga nafaqat voyinkomat kelganda nima bo'lishini, balki o'zingizni qanday tutishingiz kerakligini ham bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa voyinkomat yoki harbiy hisob organi fuqaroni chaqirish, ma'lumot aniqlash, hujjat topshirish, tibbiy ko'rik yoki komissiyaga kelishni talab qilish kabi vakolatlarga ega bo'lishi mumkin. Lekin har bir talab yozma, aniq va qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Oddiy og'zaki gap bilan ertaga kelasiz. Hozir biz bilan yurasiz. Tezda imzo qo'ying deyish yetarli emas. Siz fuqarosiz, sizning huquqingiz bor. Siz savol berishga, hujjat ko'rishga, nusxa olishga, o'qib chiqishga va tushunmaguncha imzo qo'ymaslikka haqlisiz. Ikkinchi narsa, pensioner bo'lish avtomatik ravishda barcha harbiy hisob masalalaridan ozod bo'lish degani emas. Masalan, bir odam 62 yoshda pensioner, lekin u ilgari harbiy xizmatda bo'lgan, zaxiradagi ofitser sifatida ro'yxatda turgan, harbiy bileti bor. Uning ma'lumotlari aniqlashtirilishi mumkin. Yana bir odam 8 yoshda, nogironlik pensiyasida, lekin hujjatlarda harbiy mutaxassisligi qayd etilgan. Uni xizmatga olib ketish masalasi alohida. Lekin ma'lumotni tekshirish, tibbiy holatini aniqlash, ro'yxatni yangilash mumkin. Demak, men pensionerman, eshikni ochmayman, hech narsaga javob bermayman degan yondashuv ham har doim to'g'ri emas. To'g'ri yondashuv. Qonuniyligini tekshirish, hujjatni o'qish, kerak bo'lsa yozma javob berish. Uchinchi narsa, kimi xavotir olish kerak? Avvalo harbiy bileti zaxira toifasi ko'rsatilganlar, ilgari harbiy xizmatda bo'lganlar, ichki ishlar, milliy gvardiya, mudofaa tizimi, favqulodda vaziyatlar, chegara xizmati kabi tuzilmalarda ishlaganlar, tibbiyot, aloqa, transport, muhandislik, haydovchilik, mexanika, energetika kabi muhim mutaxassislikka ega bo'lganlar o'z hujjatlarini tartibga keltirib qo'yish kerak. Men bu yerda vahima qilmang demoqchiman.
lekin tayyorgarlik bo'lsin. Harbiy bilet qayerda? Pasport yoki ID karta amal qiladimi? Yashash manzili to'g'rimi? Pensiya hujjatlari joyidami? Sog'liq bo'yicha ma'lumotnomalar bormi? Shularni bilib qo'yish kerak. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Masalan, harbiy hisobdan yoshi bo'yicha chiqarilgan, sog'lig'i bo'yicha butunlay yaroqsiz deb topilgan, tegishli hujjatga ega bo'lgan, doimiy parvarishga muhtoj yoki og'ir kasalligi bor fuqarolar odatda boshqa tartibda ko'riladi. Lekin bu ham umuman e'tibor bermayman degani emas. Agar uyga vakil kelsa, hujjatni ko'rib, o'zingizdagi asoslarni ko'rsatasiz. Masalan, men harbiy hisobdan chiqarilganman, mana tegishli belgi. Yoki menda nogironlik guruhi bor, mana tibbiy xulosa. Yoki men falon yoshdaman. Bu masala bo'yicha yozma tushuntirish bering deb aytish mumkin. Bir misolni olaylik. 66 yoshli aka bor, u Sovet davrida yoki keyinroq harbiy xizmatni o'tagan. Harbiy bileti eski uyda sandiqda yotibdi. Manzilni 15 yil oldin o'zgartirgan, lekin ayrim bazalarda eski manzil qolgan bo'lishi mumkin. Voyinkomat xodimi keladi va ma'lumotlarni yangilash kerak deydi. Agar aka qo'rqib hujjatini bermasa, gapni uzib qo'ysa, keyin unga chaqiruv qog'ozi eski manzilga ketishi, u kelmadi deb qayd etilishi mumkin. To'g'ri yo'l nima? U xodimning guvohnomasini ko'radi, chaqiruv yoki so'rov qog'ozini o'qiydi. Kerak bo'lsa yaqin farzandini chaqiradi. Hujjat nusxasini oladi. Keyin belgilangan vaqtda idoraga borib manzilini yangilaydi. Bu oddiy tartib, vahimaga sabab emas. Ikkinchi misol, 60 yoshli opa bor, turmush o'rtog'i vafot etgan, eri sobiq harbiy bo'lgan. Uyga 2 kishi kelib, erining hujjatlari bo'yicha tekshiruv bor. Jarima chiqmasligi uchun pul berish kerak deydi. Bu yerda katta xavf bor. Chunki rasmiy idora uyma-uy yurib naqd pul yig'maydi. Agar kimdir jarima, to'lov, masalani yopish haqida gapirsa, darhol shubhalanish kerak. Opa nima qilish kerak? Eshikni to'liq ochmasdan kimligini so'rash, xizmat guvohnomasini ko'rsatishni talab qilishi. Idoraning telefon raqamini mustaqil topib qo'ng'iroq qilishi, yaqinlariga xabar berish kerak. Hech qachon uyda naqd pul bermaslik kerak. Uchinchi misol. 9 yoshli haydovchi bor. U uzoq yillar yuk mashinasida ishlagan. Harbiy biletida haydovchi mutaxassisligi bor. U pensioner bo'lishi mumkin, lekin uning kasbiy safarbarlik yoki favqulodda holat ro'yxatlarida ma'lumot sifatida turishi mumkin. Bu uni darhol xizmatga olib ketishadi degani emas. Ammo uning haydovchilik guvohnomasi, sog'ligi, yashash joyi, transport vositasi haqidagi ma'lumotlar aniqlashtirilishi mumkin. Agar u yurak kasalligi bilan davolanayotgan bo'lsa, buni og'zaki aytish yetarli emas. Tibbiy xulosa, dori ro'yxati, kasalxonadan ko'chirma, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat tayyor turishi kerak. 4-misol. 70 yoshga yaqin fuqaro uyga kelgan, vakillarga tushunmasdan imzo qo'yadi. Keyin bilsa, u ma'lum sanada komissiya kelish kerakligi haqida chaqiruv qog'ozini olgan hisoblanadi. U bormaydi, chunki qog'ozni o'qimagan. Keyin nega kelmadingiz degan savol paydo bo'ladi. Mana shu sababli men doim aytaman. Har qanday qog'ozga imzo qo'yishdan oldin uni to'liq o'qish kerak. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, farzandingizga, qo'shningizga, mahalla mas'uliga o'qitib oling. Men o'qib chiqmasdan imzo qo'ymayman deyish qo'pollik emas. Bu sizning huquqingiz. Endi nozik joylarga o'tamiz. Ba'zi odamlar uyga kelishsa, demak uning hamma gapini qilish kerak deb o'ylaydi. Ba'zilar esa aksincha uyimga hech kim kira olmaydi, umuman gaplashmayman deydi. Ikkalasi ham xavfli. Uy daxlsizligi bor. Ya'ni hech kim sizning roziligingizni oddiy tartibda uyingizga bostirib kirishi mumkin emas. Lekin eshik oldida hujjat topshirish, chaqiruv qog'ozini berish yoki ma'lumot so'rash holatlari bo'lishi mumkin. Siz ularni ichkari kiritishingiz shartmi? Har doim ham shart emas. Siz eshik oldida gaplashishingiz, hujjatni ko'rishingiz, keyin rasmiy idoraga borib masalani hal qilishingiz mumkin. Agar tintuv, majburiy olib ketish yoki boshqa keskin harakatlar bo'lsa, buning alohida qonuniy asosi va tegishli hujjati bo'lishi kerak. Yana bir muhim nuansa, chaqiruv qog'ozini kim topshirgani va qanday topshirgani ahamiyatli. Ba'zan mahalla vakili, ish joyi, ta'lim muassasasi yoki boshqa mas'ul shaxs orqali xabar berilishi mumkin. Agar sizga qog'oz berilsa, sana, vaqt, idora nomi, kelish sababi, mas'ul shaxsning imzosi va muhri bor yo'qligini tekshiring. Qog'ozda ma'lumotlarni aniqlashtirish, tibbiy ko'rik komissiyaga kelish, hujjat taqdim etish kabi sabab aniq yozilgan bo'lishi kerak. Shunchaki keling degan noaniq talab keyinchalik tushunmovchilik keltiradi.
Pensionerlar uchun yana bir xavfli holat bor. Sog'liq masalasi. Ko'pchilik men kasalman, buni hamma biladi dedi. Lekin idora hamma biladi degan gap bilan ishlamaydi. İdora hujjat bilan ishlaydi. Masalan, sizda qon bosimi yuqori, yurakda stent bor, qandli diabet, insultdan keyingi asorat, bo'g'im kasalligi. Ko'rish yoki eshitish muammosi bo'lsa, bularning har biri bo'yicha tibbiy xulosa kerak. Agar siz komissiyaga chaqirilgan bo'lsangiz, eski retseptlar emas, imkon qadar yangilangan ma'lumotnoma, shifokor xulosasi, kasalxona ko'chirmasi bilan boring. Chunki komissiya qaror chiqarishda hujjatga tayanadi. Yana bir nozik jihat. Boshqa viloyatda yashash, vaqtincha ro'yxat chet elda bo'lish, farzandlar uyida turish. Ko'p pensionerlar ro'yxatda bir joyda, amalda boshqa joyda yashaydi. Masalan, ro'yxati Farg'onada, o'zi Toshkentda farzandining uyida. Chaqiruv qog'ozi ro'yxatdagi manzilga boradi, odam esa xabar topmaydi. Keyin men bilmadim degan gapni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, mahalladagi ro'yxat ma'lumotlaringiz imkon qadar to'g'ri bo'lishi kerak. Ayniqsa sobiq harbiylar va zaxiradagilar buni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Men alohida ogohlantiraman. Voyinkomat nomidan keladigan firibgarlar bo'lishi mumkin. Ular asosan yoshi katta odamlarni nishonga oladi. Ular o'g'lingizni olib ketamiz. Erning eski hujjatida muammo bor. Jarima yozamiz. Pensiyangiz to'xtaydi. Hozir pul bersangiz yopamiz kabi qo'rqituvchi gaplardan foydalanadi. Rasmiy masalalar naqd pul bilan uyda hal qilinmaydi. Jarima bo'lsa, u ham rasmiy qaror, kvitansiya, bank yoki to'lov tizimi orqali bo'ladi. Hech kimga pasportingizni, ID kartangizni, bank kartangizni, PIN kodni, telefoningizga kelgan SMS kodni bermang. Ayniqsa telefoningizga kod keldi, ayting, bazaga kiritamiz desa, bu juda katta firibgarlik belgisi. Agar odamlar uyga kelib o'zini rasmiy xodim deb tanishtirsa, siz xotirjam bo'ling. Avvalo xizmat guvohnomasini so'rang, ism familiyasini yozib oling. Qaysi idoradan kelganini so'rang. Qog'ozni ko'rsatishini talab qiling. Agar shubha bo'lsa, milliyaga yoki tegishli idoraning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Lekin ular bergan raqamga emas, mustaqil topilgan raqamga qo'ng'iroq qiling. Chunki firibgarlar o'z sherigining raqamini idora raqami deb berishi mumkin. Farzandingizga, ishonchli qo'shniga, mahalla raisi yoki profilaktika inspektoriga xabar bering. Yolg'iz pensionerlar ayniqsa buni odatga aylantirish kerak. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq ro'yxat beraman. Birinchidan, hujjatlaringizni bir joyga yig'ib qo'ying. ID karta yoki pasport, harbiy bilet, pensiya guvohnomasi, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, tibbiy xulosalar, doimiy dori ichishingiz bo'yicha shifokor yozuvi, yashash manzili bo'yicha hujjat, telefon raqamlaringiz yozilgan qog'oz bo'lsin. Bu hujjatlarni eshik oldiga chiqarib qo'yish shart emas, lekin qayerdaligini bilib turing. Ikkinchidan, harbiy biletni tekshirib chiqing. Unda qaysi toifa, qaysi mutaxassislik, harbiy hisob bo'yicha qanday belgi borligini ko'ring. Agar tushunmasangiz, voyinkomatga borib, mening ma'lumotlarim to'g'rimi? Harbiy hisobdagi holatim qanday? deb yozma yoki og'zaki aniqlashtirishingiz mumkin. Bu ayniqsa sobiq harbiylar, zaxiradagi ofitserlar, haydovchilar, texnik mutaxassislar uchun foydali. Uchinchidan, sog'liq bo'yicha hujjatlarni yangilang. Men kasalman deyishning o'zi yetarli emas. Oilaviy shifokorga boring, mavjud kasalliklaringiz bo'yicha ma'lumotnoma oling. Kerak bo'lsa to'r mutaxassis xulosasini oling. Agar yaqinda operatsiya bo'lgan bo'lsangiz, kasalxonadan chiqarilganlik haqidagi ko'chirmani saqlang. Agar nogironlik guruhi bo'lsa, amal qilish muddati, hujjat raqami, tegishli ma'lumotlar tartibda bo'lsin. Agar siz biror kishining doimiy parvarishchisiz, masalan, nogiron farzand yoki yotoqda turmush o'rtog'iga qarasangiz, buni ham hujjat bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. 4-dan, uyga kelishsa quyidagicha harakat qiling. Eshikni ochishdan oldin kimligini so'rang. Xizmat guvohnomasini ko'rsatishni ayting. Qog'oz bo'lsa, uni o'qib chiqing. Sana, vaqt, idora nomi, kelish sababi va imzo muhr borligini tekshiring. Tushunmasangiz, men bu hujjatni o'qib, farzandim bilan maslahatlashib olaman deng. Agar imzo qo'yish talab qilinsa, nimaga imzo qo'yayotganingizni aniq biling. Imzo faqat qabul qilib oldim degan ma'noda bo'lsa ham, qaysi hujjatni qaysi sanada olganingizni yozib qo'yish foydali. Agar hujjat nusxasi sizda qolmasa, rasmga olib qo'yishni so'rang. 5-dan, voyinkomatga borish kerak bo'lsa, yo'liqsiz bormaslikka harakat qiling.
Ayniqsa yoshi katta bo'lsangiz, farzandingiz, qarindoshingiz yoki ishonchli odam bilan boring. Hujjatlaringizni papkaga soling. U yerda nima so'ralganini yozib boring. Og'zaki gaplarga tayanib qolmang. Agar sizdan ariza yozish so'ralsa, ariza aniq yozing. Men falon kasallik bo'yicha davolanaman. Men falon yoshdaman. Mening harbiy hisob holatimni aniqlashtirib berishingizni so'rayman. Menga yozma. Javob berishingizni so'rayman. Ariza 2 nusxada bo'lsa yaxshi, birini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydirasiz. 6-dan hech qachon janjal qilmang, lekin huquqingizdan ham voz kechmang. Baqirish, haqorat qilish, eshikni yuziga yopish, qo'pol gapirish vaziyatni yomonlashtirishi mumkin. Lekin qo'rqib, o'qimasdan imzo qo'yish, hujjatlarni topshirib yuborish, telefon kodlarini aytish ham xato. Eng to'g'ri yo'l xotirjam, madaniyatli va qat'iy bo'lish. Hujjatingizni ko'rsating. Iltimos, yozma asos bering. Men o'qib chiqaman. Men yaqinlarimga xabar beraman. Men rasmiy idoraga belgilangan vaqtda boraman. 7-dan. Farzandlar va nabiralar pensioner ota-onasini ogohlantirib qo'ysin. Uyda yolg'iz yashaydigan ota-onangizga oldindan ayting. Kimdir voyinko'mat, bank, soliq, mahalla, pensiya jamg'armasidanmi desa, darhol menga qo'ng'iroq qiling. Pul bermang, SMS kod aytmang. Hujjatga tushunmasdan imzo qo'ymang. Bu juda oddiy maslahat, lekin ko'p muammolarning oldini oladi. Men amaliyotda ko'rganman. Bitta telefon qo'ng'irog'i pensionerni firibgardan saqlab qoladi. Yana bir muhim maslahat. Agar sizga chaqiruv qog'ozi kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Bormasam unutishadi degan fikr noto'g'ri. Kela olmasangiz, masalan kasalxonada yotsangiz, og'ir kasal bo'lsangiz, boshqa shaharda bo'lsangiz, bu haqda oldindan xabar bering va imkon qadar hujjat bilan tasdiqlang. Telefon orqali aytish yaxshi, lekin yozma iz qoldirish yanada yaxshi. Ariza, telegramma, elektron murojaat yoki yaqin odam orqali topshirilgan tushuntirish. Chunki keyinchalik men sababsiz kelmadim deb ayta olishingiz uchun dalil kerak bo'ladi. Demak, voyinko'mat uyga kelishi mumkinligi haqidagi gapni vahima sifatida emas, tayyorgarlik signali sifatida qabul qilish kerak. Pensionerlar, sobiq harbiylar, zaxiradagilar, harbiy biletga ega fuqarolar va ularning oila a'zolari hujjatlarini tartibga solib qo'ysin. Kim kelganini tekshiring, xizmat guvohnomasini ko'ring, qog'ozni o'qing, tushunmasdan imzo qo'ymang, naqd pul bermang, SMS kod aytmang. Sog'liq bo'yicha hujjatlarni tayyorlang. Eng muhimi, qonuniy talabni bajarish kerak, lekin o'z huquqingizni bilgan holda bajarish kerak. Men bu mavzuni shuning uchun batafsil tushuntirdimki, ko'p odamlar qo'rquv bilan xato qiladi yoki beparvolik bilan muammo orttiradi. To'g'ri yo'l o'rtada. Xotirjamlik, hujjat, dalil va qonuniy tartib. Agar sizning uyingizga shunday vakillar kelgan bo'lsa, izohlarda yozing. Nima so'rashdi? Qanday hujjat ko'rsatishdi? Siz qanday yo'l tutdingiz? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onasi bor insonlarga. Bu ma'lumot bugun kerak bo'lmasa ham ertaga juda asqotishi mumkin.